Assalamu alaikum bir tuğandar. Qandaysыздар, денсаулықтар жақшыбы? Үй içi amanbı, imandar salamatbı? Biz Medinadayız inşallah. Hazır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrına kirip ziyaret kılıp çıktım. Barzınlarga salamdı, amanatыңызды жеткердім inşallah. Бұл жер өте. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Alhamdulillah. Nasılsınız? Şükür. Qanday o'tasiz? Qachon kelding? 2 kun bo'lib qoldi. 2 kun. Ha. O'zingiz? Meniki 1 yil bitdi. Maşallah. 3 oydağı bitdi. Maşallah. Allah qabul Endi qilsin. Xudo xolasa 9 oy qoldi. Maşallah. Ishukul, Qaraqol. Maşallah. 2 yilga keldingizmi? Men 1 yilda bitkirib, andan keyin 2-chi yilga mana 3 oy o'tdi. Endi Iordaniyaga borib uzartib endi Xudo bo'lsa 9 oy o'tkazamman bu yerda. Ha, maşallah. 9 oyda. İnternetdə uqdingiz bilə bir avuçqa 92 yaşda juribdi. Allah qabul qilsin. Murat Avus 2 yildan beri Medinada ekan. 9 oy qolibdir inşallah. Ömrünü şu Allah yoluna arnab, şu dinni menetini qilib yuradi shu. Boshqamizda harakat qiladi, Isko'ldan bo'ladi ekan shu Avus. Isko'ldan, Qaraqoldan. Qaraqoldan bo'ladi ekan. Atingiz kim? Mirg'iyas. Ha, Mirg'iyas. Mirg'iyas Yahya o'g'li. Maşallah. O'zim vrachman. Allah qabul qilsin. O'qib juraman. Mana 1 yil o'qib, alifbeni 3 oyda o'tkazib bo'ldim. Ondan keyin 22 surani, mayda suralarni o'rgandim. Endi qaytalayapman o'shani barisini. Ustozlar, ikkinchi ustoz qaytalayapmiz. Maşallah. Kuniga soat 3:30-4 da yetib kelaman bu yerga. Ondan keyin 8gacha darsda bo'laman. Ondan keyin 5-eshikda haramga kirganda 1-qatorda o'tiraman har vaqt. Maşallah. Allah qabul qilsin. Bizga da nasib qilsin. Amin, amin. Бүткіл аламда Osmanlarda şu din menetine qabul qilib бүткіл alamga Allah Robbi zat özünün uyuna çağırsın barımızda. Şul yoldan adaşpaylı. Meni bu qilganim birinchidan enem uyretganda namozga. Men de sizlarga o'xshash o'qib yurganman. Ana 48 yil o'qib. Ondan keyin Mekkaga borib kelaylik desa, borib al vaqtida Sovet hukumatida mumkinchilik bo'lmay qoldi. O'shaning uchun 2 armandaman. Namoz o'qib yurganimda, enemdi Mekka Medinaga olib kelmagan uchun armanda yuraman. Bu 8-yo'li kelishim bu yoqqa. Mana 2 yildan beri yuram bu yerda. O'qiyman, dars olaman, duo qilaman, Qur'on Karimda o'qiyman, ishqilib Qirg'iziston bilan insoni bo'lib, Qirg'izistonda hozir misol uchun sportsmenlar Qirg'izistonda avod qilayotgan bo'lsa, artistlar avod bo'lsa, men İslam dininden siz din meneti menen ha? Din menen bütün yer yüzünde oğuldu. Bana dедушка из Кыргызстана 90 лет он здесь учится и дуа үйретіп айтқандар бар. Başka tilde de айтып жатады. Maşallah. Xudoy shukr. Mana Qirg'izistonda men qaragan, menga o'xshagan qaraganlar pashti yo'q. Bolsa da kalyaska emelerde men Xudoya shukr 4-6 bilan churqab juraman. Maşallah. Velosiped bilan kelib ketaman. O'sha mana 92 ga chiqibsiz-da ata? Mana 92 ga. O'zim dekabrda tug'ilganman. Mana endi ketdi. 93 ga ketdi, Xudoy buyursa. 93 ga ketdi. O'shaning uchun tug'andar dunyo deb yuraverbey, oqsoqollarman qilganday biz dagı televizorda ota-onalarimizda o'zimizda uşul menetke kelip qalalı, uşul jaga kelip qalalı. Uşul jerde Allah Robbi zatdan ıyık uyunu. Assalamu alaikum rahmetullahi ve barakatuh. Men o'shani aytib juraman. Ey baldar, ota-onanglarni olib kelgilar bu yerga. Mana Xudoy shukr, ko'payib qoldi ota-onalarni olib kelganmi. Atası bo'lmasa, enesini olib kelyapti. Enesi bo'lmasa, atasini olib kelyapti. İnilerini, ağaları bilan hozir Qirg'izistondan yaxshi meni 1 yildagi emgagim bekor ketayotgan yo'q. O'sha sizlarga da qalayman.
Qarıgan avuşqalar uyda oturup albay. Bütün boruvata tilim gelbekti. Meçitke bargılar. Bir bolsa da sajda kılıp kalgılar, jatıp bolsa da. Mana. Maşallah. Meni niyetim oşanda. Oqsaqalдын nasatı. Sıhhatı. Til oңolot eken. Mana men dele oylap жүрgenmin. Tilim oңolbaytım. Kadimgide o azar okup kaldım. Tağdat bağdat kılıp jüremmin mana. Kudaya şükür. Okup da jüremmin. Maşallah. Mana. Allah razı olsun.